Salom obunachilar. GTA 5'te ko'rib qo'yinglar. Telefonga tushadi dedimmi, ilk o'zi bilan kuchli. 2 ta obunachi kelibdi, mayli qilib beraveraman dedim. Bez internetni. Keyin joydan uzr bu biti shunaqa ayladonda o'ynayvermanglar. Qisilib qolgan. Bu yaxshi super bitaniki. O'ynab ko'rganlar biladi ekan. Bu boshqacha to'pponcha, bu ashqurol. Cheksiz, kaslet. O'rag'oni buchadan. Haqiqiy GTA xullas. Obunachilar. Bu kartalari. Keymi? Key. Keyni topsa shu bitta odamni shahardan yo'l ochiladi endi. Nima bo'lsa ko'raychi. Men shu uyga kirishim kerak, masalan, nima desanglar. 1 minut. Bo'ldi. 1 minut deganim sababi bittasi ukam bir minut degan sababini aytayotganman. Bitta hezalay ukam oshnasi o'zidan o'zichani qo'minoqo deb mashina zayba mushugimiz bor, kichkina hali. Qanday tug'ilgan emas, endi 1-2 oy bor. Kichkina mushukcha har holda. Ashi holati ekan shu uchun. Shu yuqloq uchun. Nima yo? Kashlatim qani? Ha. Joyda ekan. Bu opani moqlamiz, qaranglar. Qaranglar. Get out of here, Sonny. Turist mas, shuni otsanglar gay keladi. Opa, kim bu opa? Bunaqa pul turistdan bir pul chiqmadi. Bu Let's discuss this like men. bu opada bir gap bor. Qochinglar. Yur. Bu opa nima? Kim bu? Buralar şu atroflarga borsanglar shuni. Masalan topsanglar, pulimizni cheksiz qilamiz deb qo'yamiz. Talqoli. Men shu talpani yopti qilishim kerak. Açar uzatagan yana qonuniymi? Aç.
me here. What are you gonna do with me? Orada vaqt to'xtatib qo'ydim. Bu bo'lasta xullas ancha ish qildim. You're my man. You barking up the street. Esimdan chiqib qolibdi. Havuzamni bo'pti, xayr obunachilar.